Assalomu alaykum. Hammaga yana bir bor navbatdagi proyektimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Chiroyli qilib bu uzunligi hozir bir chiroyli ko'rinish uchun bir chekkaroqdan olaman. Hamma sendich panelga kelgan 10 sm 20 plotniy buyurtma qilganmiz. Xo'sh. Uzunligi 24 metr. Eni 5 metr. 3 ga bo'linadi bu. 24 metr 8 metrdan 8 qilib 3 ta xona bo'linadi. Mana shu yerga eshik tushadi. Mana shu yondan qaraganda eshik bo'ladi. Keyinchalik bu yerga ulab uzun qilib koridor qilishadi. Eshiklar shu yondan bo'ladi. Agregatlar orqa tarafga tushadi. Doim aytaman, orqa tarafda joy bo'lsin deyman. Mana shu yerga agregatlarni o'rnashtiramiz. Xudo xolisa, uni ham chiroyli qilib syomka qilaman. Sendich panellarimiz kelgan. Shu sendich panel haqida bitta ma'lumot ismiga tushib ketdi, aytib qo'yishim kerak. Sendich panel 20 plotnisini ko'p joyda chiqarib bera olishmayapti. Shunga hushyor bo'lasizlar. Bu 20 plotni 100% garantiya. Xullas, agregat eshiklarimiz ertaga yoki ertadan keyin keladi. Ob-havomiz bulutli, juda ham ishlaydigan ob-havo. Shu o'zimiz ishlar, lotoklarda qatirish. Mana shunday 10 sm yerishi 10 sm ga lotok kelgan. Mana shu chekkadan xudo xolasa ma'lumotlarni berib boramiz. Mana boshida agregatlarimiz keldi. Ventilyatorlarni bitta xonaga tushirib oldik. Xudo xolasa eshiklar keldi. Xonalarimiz ham bitgan, uni syomka qilishga vaqtimiz bo'lmadi to'g'risi. Boshida syomka qildik. Mana shu ko'rinish bizda deyamiz. 24 metr aytgandek boshida. Oldini koridor qilishadi ekan 3 metr qo'shib. 3 ta. Mana hozir ertalabda agregatlarimiz keldi. Mana shu mashinada Andijonlik shopar akamiz olib keldi. Bu yerda agregat 3 ta emas 4 ta, bittasi Jizzax viloyatiga ketadi. Mana shu 3 ta agregatimiz holatini tushirib, joylashtirib. Ishlar ko'p, lekin syomkaga vaqt kamroq. Xolasi ishimiz yakunlanib qoldi. Eshiklar qo'ydi. Shitlarni ustiga qilgan, ishga kabel kanallar qilib chiroyli qilib hozir ishlovni berib qo'yamiz. 3-eshigimiz legirovkalar qilinyapti. İşimiz tezlashib ketdi. İnshaalloh bugun yurgizamiz. Hozir orqa taraflarini, agregatlarini ko'rsatamiz. Bu agregatimiz Jizzaxga ketadigan agregat. Jizzaxda boshqa obyektimiz bor. Mana shunday qilib svarchi akalarimizga pastaga yasatdik. Birinchi kameramiz agregat shunday qilib o'rnashdi. Mana bu ikkinchi va uchinchilari. Uchinchisi orqa tarafda. Doim hamma videoda aytib o'taman, shu imkon qadar agregatga orqa tarafga shu yonigami mana 2 metrcha yoki mana shu orqa tarafgami bitta kamera bo'ladigan bo'lsa, joy tashlab ketilsa, proyekt bo'layotganda juda qulay. Ayniqsa yana bitta narsani hisobga olishga, quyosh nuri tushmasa, agregat qizimasdan yoz kunlarida zo'r ishlaydi. Bu ham bir life hack. Mana kabellarimizni hozir chiroyli qilib gofralar bilan o'rab qo'yamiz. 3 faza tokda kutyapmiz. Doim aytganman men, hurmatli tadbirkorlar, 3 faza tok tayyor tursin. Kimga aytsam, 3 faza naq deyshadi. Shunday kelgan, yonimda bor, qo'shnimda bor, mahallam tepasida o'tgan. Shunday tushirsak bo'ldi deydi. O'sha tushirish jarayoni ham bir kun vaqt topib qoladi. Ko'pchilik naq 3 faza deydi-da, e'tibor bermaydi. Mana hamma yog'imiz bitgan. Ishlarimiz deyarli qolgan, lekin 3 faza tokda kutib o'tiribmiz. Ko'pchilik aytadi, 3 faza tokimiz naq deydi. U naqi boshqa, tushishi boshqa-da uni. Xudo xolisa mana shu. Mana 10 sm. 10 sm 20 plotni mana shu. Meva sabzavotga sariqdan qilaylikmikan deydiganlar ham chiqib qolyapti. Sariqdan qilmanglar akalar, pul uvol. Pul isrof, qayta aytyapman. Pul isrof. Bizga-ku baribir. Bizga-ku baribir. Ana shunday qilib xudo xolisa
chiroyli chiqyapti. Ko'pchilik hurmatli tadbirkorlar narx haqida so'raydi. Mana shu 3 ta kameramizga hammasi bo'lib $21,000 bitishi. Arzonroq bo'lyapti. Nimaga? O'rtadagi kamera ikkita xonani hisobiga перегородкасы yo'q, arzonroq tushadi. 7 lik agregatlar 10 sm 20 plotniy, 15 sm 20 plotniy yoki sariqdan qilib bitta ikkita kamera qilganda shu arzonroq varianti bilan ikkita uchta kamera qilgan 1000 marta yaxshi. Effekti bir xil. Yana qaytaraman, effekti bir xil. Sovuq chiqib ketmaydi bu 10 sm sariqdan qilamiz deb olasizlarmi? Pullarni isrof bo'lmasin deymizda tadbirkorlar. Oldiga yana bir 3 metr beton quyishib, xudo xolasa naves bo'ladi bu. Svarchik ustalarimiz ham ana shu ishlar qilishyapti. Xudo xolasa birato'la bekitib yuboramiz deyishyapti. Tadbirkorimiz juda yaxshi inson ekanlar. Muomalalari joyida, mehmondorchiliklari zo'r. Xudo xolasa biz ham ishlarni ixlos bilan bajaryapmiz. Ikkita agregatimiz chapga, bittasi o'ngga ochiladigan bo'lgan. Koridor bo'lganda bitta alohida. Sendwich paneldan ham koridor qilish niyatlari bor. Uni bir ko'rib chiqamiz. Sendwich panelda yuqorog'idan har holda g'ishtlardan arzon tushishi mumkin. Faqat sendwich panel zavodimiz ozgina o'chirib ko'p bo'lganligi uchun kutmadik. Bu keyingi masala, imkon qadar yuk bosamiz deyishyapti tadbirkorimiz, shunga tezlashtirdik. Eshiklarimizni ko'rsatib qo'yaman. Hoppali. 7 lik agregatimiz mana. Eshiklarimizni mana shunday stoperlari bor, o'zini devorga mustahkamlanadi. Bu umuman nagruzkasi yo'q. Mustahkam qilib, chiroyli qilib, imkon qadar. Xudo xolasa bugun tok tushib qolsa ishimizni tugatib qaytamiz. Esimizdan chiqmasa yurgizganimiz ham video qilamiz xudo xolasa.